Salom qadrdon muxlislar, kanalimizga xush kelibsiz. Bugun faqat eng muhim va tezkor futbol yangiliklari haqida gaplashamiz. Bizni qo'llab-quvvatlash uchun obuna bo'lishni va like bosishni unutmang. Siz tayyor bo'lsangiz, biz hoziroq boshlaymiz. Capello, u yangi Messi bo'la oladi. Real, Milan kabi jamoalar sobiq bosh murabbiyi Fabio Capello, Barselona vingeri Lamin Yamalning iqtidorini yuqori baholab, uni Lionel Messi bilan taqqosladi. Yamal hozir eng yaxshisi. U gol ura oladi va shu bilan birga jamoa uchun ham o'ynaydi. Balki ota-onasi unga biroz bosim o'tkazayotgandir, ammo uning iqtidori hech qanday shubha uyg'otmaydi. U yangi Messiga aylanishi mumkin. Bunday futbolchilarni tomosha qilish uchun chiptaga sarflangan pulga achinmaysan, dedi Capello. Sizningcha Yamal yangi Messi bo'la oladimi? Fikringizni kommentariyaga yozib qoldiring. Ispaniya superklubi Xvichani 150 million yevroga sotib olishga tayyor. Parij klubining gruziyalik yarim himoyachisi Xvicha Kvaratskhelia faoliyatini Yevropaning boshqa bir top klubida davom ettirishi mumkin. Bu haqda Tiamtalk nashri jurnalistlari xabar bermoqda. Manbaga ma'lum bo'lishicha, Madridning Real klubi vingerni o'z safiga qo'shib olishga jiddiy qiziqish bildirmoqda. Qirollik klubi rahbariyat futbolchining transferi uchun 150 million yevro mablag' ajratishga tayyor. 2025-2026 yilgi mavsumda Kvaratskhelia Parij Grandi safida 48 ta uchrashuvda maydonga tushdi. Gruziyalik futbolchi ushbu o'yinlarda 19 ta gol urdi va 11 ta golli uzatmaga mualliflik qildi. Xvichaning Parij klubi bilan amaldagi shartnomasi 2029-yilning iyun oyi oxiriga qadar mo'ljallangan. Transfermarkt portali ekspertlari uning transfer bahosini 140 million yevroga baholashmoqda. O'rtoqlik uchrashuvi. Birinchi turdagi raqibimiz Osiyo jamoasini mag'lub etdi. Jahon chempionati arafasida Kolumbiya va Iordaniya terma jamoalari o'rtasidagi o'rtoqlik uchrashuvi yakunlandi. Uchrashuv AQShning San Diego shahridagi Snapdragon stadionida bo'lib o'tdi. Unda Janubiy Amerikaliklar 2-0 hisobida ishonchli g'alabani bayram qilishdi. O'yinning 41-daqiqasida Kolumbiya terma jamoasi vingeri Jon Arias hisobni ochdi. Unga hujumkor yarim himoyachi James Rodriguez golli uzatma yetkazib berdi. Ikkinchi bo'limda o'yinga zaxiradan qo'shilgan lateral Santiago Ariasning pasidan so'ng, o'sha Jon Arias dubni rasmiylashtirib, uchrashuvdagi yakuniy hisobni o'rnatdi. 2026-yilgi futbol bo'yicha jahon chempionatida Kolumbiya terma jamoasi K guruhida Portugaliya, Kongo va O'zbekiston jamoalari bilan kuch sinashadi. Iordaniya esa J guruhida Avstriya, Jazoir va Argentina bilan to'qnash keladi. Bugun O'zbekiston milliy terma jamoasi Niderlandiyaga qarshi o'rtoqlik o'yinida maydonga tushadi. Bugun mazkur bahs oldidan jamoalar rasmiylari ishtirokida uchrashuv bo'lib o'tdi. Unda o'yinga oid bir qator masalalar yuzasidan tushuntirish va eslatmalar berib o'tildi. Mazkur bahsda futbolchilarimiz to'liq ko'k libosda, darvozabonimiz esa yashil libosda harakat qilishi ma'lum bo'ldi. Eslatib o'tamiz, mazkur uchrashuv bugun Toshkent vaqti bilan 23:45 da start oladi. Evra eng yaxshi sport formamda Yamalni yeb qo'ygan bo'lardim. Ishonmasangiz, Ronaldo va Messidan so'rang. Fransiyalik sobiq himoyachi hozirgi davrning eng iqtidorli yosh futbolchilaridan biri haqida gapirdi. Manchester United va Fransiya milliy jamoasi sobiq himoyachisi Patrice Evra, Barselona vingeri Lamin Yamal bilan ehtimoliy qarama-qarshiligi qanday yakun topishi haqida fikrlarini bildirib o'tdi. Eng optimal sport formamda Yamalni shunchaki yeb qo'ygan bo'lardim. Kechir, Lamin. Men seni sevaman. Ammo Cristianodan, Messidan, menga qarshi o'ynagan boshqa futbolchilardan so'rab ko'ring. Men yaxshi yigit bo'lmaganman, deya Evra so'zlaridan iqtibos keltirdi Espanyol. Ma'lumot uchun, Lamin Yamal Barselona klubi tarbiyalanuvchisi hisoblanadi. Yakuniga yetgan mavsumda 18 yoshli vinger 45 ta o'yinda 24 ta gol urdi va 18 ta golli uzatma yetkazib berdi. Shuningdek, Yamal La Ligada so'nggi mavsumida eng yaxshi futbolchisi deb ham e'tirof etildi. Siz qanday fikrdasiz muhtaram muxlis? Evra hozirgi Yamalni to'xtata oladimi? Fikrlaringizni kutib qolamiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Futbol olamidagi eng qaynoq voqealarni biz bilan kuzatishda davom eting. Kanalga obuna bo'ling va qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ying. Ertangi yangiliklarda ko'rishguncha omon bo'ling.